ana degan sharafga erishganligingiz uchun shunga bola uchun siz qurbonlik bering. Abdumjid akam shu homildor ayollar sog'lom farzand ko'rish uchun yemak ichmaklardan nimalarga diqqat qilish kerak? Hozir shu jamiyatimizda taraqqiyotga erishib yemak ichmakimiz nihoyat mollashdi, sarxillashdi. Lekin homildor ayollarninki shu yemak ichmakka bo'lgan tunishi tuan bo'lganligi sababidan farzandlarimizningki sog'lom, sifatlik tug'ilishiga ba'zan bir nuqsonlarni olib kelyapti. Endi homildor bo'lgan ayollar diqqat qilish tegishli yemak ichmaklardan birinchisi shu konservalik qutuluq meva konservalik shu yemeklardan iste'mol qilmaslik kerak. Chunki buning tarkibiga shu chiritkishni oldini atgan yoki buzilib qolishni oldini atgan qo'shimcha yemeklarni bilan qatib soladi. Uningdan bilak sovuq ichimliklar va gaziq ichimliklarni ichmaslik kerak. Bu muomilninki normal yetilishi, normal farzand ko'rishiga ta'sir yetkazadi. Uningdan bilak shu laza achchiq suv. Shu laza achchiq suv bo'libmi, lampong, rang pizza, Nengo, açık xogo degandek narsalarni homildor ayollar qat'iy iste'mol qilmaslik kerak. Mana oldingi bakcha keldi, shu tug'ma buvasir bolalar. Bu buvasir bu maqatlar bo'lmaydi. Va ko'zdi butu, ikki burunni butu, va ikki eg'izdinki va ikki tarafida sirg'i qachon qarasa qon eqib turadigan bunday holatni shakllantirib qo'ydi. Bu bolalarga gapda tug'ma buvasir, gapni post kalisi deb qo'yib, davo yo'q. Ma kasalga. Şuna homildor ayollar qo'saq ko'tardingiz, bu qo'sqingizga bu bala sizinglar balangiz emas. Bu bir millatning, bir davlatning balasi bu. Aşı bala sog'lom, sifatli tug'ilish uchun siz 9 oy 9 kun jafo tortib ana degan sharafga erishganligingiz uchun shunga bola uchun siz qurbonlik bering. Bayonqi men yuqorida degan yemak-ichmaklardan bulapma, achchiq yemeklardan bak saqlaning. Yeyishdan bak saqlaning. Chunki farzandingizningki tug'ilgan chig'ida ayni tug'ma buvasirlab qilish ehtimolligi nihoyat bak yo'q. Homildor ayollar shunda ishlarga diqqat qilmagan chog'da buvasirlab tug'ilishdan boshqa bolalar yuragi tushuk tug'iladigan, o'sib ketilishi normal bo'lmaydigan, qolsa bolaninki maqtim putay tug'iladigan ahvollar har zaman har vaqt uchrab turadi. Bu homildor mezgilida onaning bo'lgan majburiyati, onaga tushgan mas'uliyat nihoyat bak og'ir. Uningdan bilak shokolad, dolana qatorliqlarma homilaninki o'sib ketilishiga yoki bo'lmasa homilaga nihoyat ziyonli. Uningdan bilak pilt quymoq. Pilt quymoqqa odatda zamchi qo'shiladi. Zamchining tarkibida aliyumin bor. Aliyumin shu qon aylanish orqali bolaninki shu homilalikninki mingasiga singib kirib, shu bolalardagi tug'ma mevlikni, tug'ma g'ayratni keltirib chiqarib qo'ydi. Buni bak diqqat qiling. Endi oila nima ish qilsa degan chig'imizda amal bor, sirtdan tomoq yemang. Oilangizning o'zingizning aytgan tomoqini yo onangizning aytib bergan tomoqini yeng. Oila tomoqini asos qiling. Sirtning tomoqini amal bor yemang. Yoki bo'lmasa oz yeng. Mening demoqchi bo'lganim bu yerda laza ochiqsini butunlay cheklaganlik masalasi emas. Oilada men ancha-muncha laza odatdagi tomoqlarda yerim qo'shiq laza ochiq suqib yeysa, uni yesanglar bu badaningizga alohida ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin maxsus laza ochiq tomoqlardan masalan shu Nengo deymiz, ochiq xogo deymiz, lampong, rang pizza deganga o'xshash, bu ochiq suv bilan, laza bilan o'xshatgan yemeklarni yemang dedim. Men har kuni nochi tibobat o'limini so'zlayapman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib olinglar. Yurak bip qolinglar. Fikr tartibingiz olsa, yazib qolinglar. Ko'rishlar